haligacha meni tanimayapsiz, ha, ustoz? Ertalabdan buyon shogirdlarim kelib ketishyapti. Hammasini taniyman. Sizni esla olmadim lekin. O'zi bizga faqat bir marta darsga kirgansiz xolos. Lekin o'sha bir marta darsga kirganingiz men uchun bir umrlik saboq bo'lgan. O'shanda yosh bola edim. Dadamning erta vafotlaridan keyin meni tarbiyam bilan hech kim shug'ullanmay qo'ydi. Oilaviy sharoitimiz yomonligi sabab sinfdoshim Vohidovning pulini o'g'irlab olgan edim. Onamni tug'ilgan kunlariga sovg'a olmoqchi bo'lganman. Vohidov puli yo'qligini bilib, faqat mendan shubhalandi. Chunki bundan oldin ham sinfda o'g'irlik qilgandim-da. Sen olgansan. Mama gapma. Sen olgansan. Turchi, nega urushyapsizlar? Pulimni olgan bu. Hozir o'zim senga pulingni topib beraman. Xo'pmi? Shundan keyin ko'zimizni bog'lashga buyurdingiz. Sinfxonadagi hamma bolalarning ko'zi berkitilgandan keyin birma-bir hammaning cho'ntagini kovlab chiqdingiz. Va o'sha pul mendan topildi. Lekin nimagadir mendan keyingilarni ham cho'ntagini kovlab chiqdingiz. Oxirida pulni Vohidovga berib, kim olgani haqida umuman hech kimga gapirmadingiz. O'shandan keyin sizni har gal ko'rganimda o'zimni noqulay his qilib yurardim. Lekin siz meni ko'rganingizda hatto o'zimga ham bu narsani bildirmagansiz. Meni izza qilib, sharmanda qilishingiz ham mumkin edi. Bu ishni ham qilmagansiz. Hozirda katta ishda ishlayapman. Yaqinda Yevropadan keldim. Buning uchun kattakon rahmat sizga, ustoz. Voqeani esladim. Lekin sizni esla olmayapman-da. Nega? O'shanda meni ham ko'zim bog'langan edi. Odamlar bor, tiriklikda o'likdir. Mard ustozlar shogird uchun mangu tirikdir. Joyiz jannatda bo'lsin, ustoz.